Assalomu alaykum hammaga. Dushanba haftani boshlab oldik. Dushanba bo'lsa ham dushanbaga o'xshamaydi, sababi bemorlarimiz kam. Bu narsadan ochig'ini aytaman, ichimdan xursandman, chunki bemorlarimizga hozir bolalar aytishdi, shu spermogramma topshirish kerak. Buning uchun roza bo'lmagan bo'lishingiz kerak desa, juda ham ko'p bemorlar mayli bo'lmasa rozadan keyin boraman, spermogramma topshirolmayman debdi. Xursandmiz. Bitta narsani aytish mumkin, roza tutmagin deb doktorni fatvo berishga haqqi bor. Agar bu holat, ya'ni roza tutadigan holat bu bemorlar hayotiga xavf solsa. Bizda unaqa narsa yo'q, shuning uchun har doim bemorlarni o'ziga tashlaymiz bu narsani. Menimcha Ramazon oyida ancha bilimlarimizni mustahkamlab, o'zimiz uchun ham, oilamiz uchun ham ozroq yashashga vaqtimiz bo'ladi shekilli. Hammaga tutgan rozalari qabul bo'lsin. Roza tutolmagan uzrlilarga bo'lsa, inshaalloh rozalarni tutib, shu rozadorlar safiga kirishiga Xudo taolo o'zi shifo bersin.